Yosh kitobxon Respublika ko'rik tanlovidan o'rin olgan yoshlarimiz uchun aynan kerakli mavzulari bor kitoblardan qaysi birini Davron muhokama qilamiz, gapirib beramiz. Bugun sizlar bilan Mixail Bulgakovni It yurak romani bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, It yurak romani Mixail Bulgakov tomonidan 1925-yilda yozilgan, ammo ancha yillar rus senzurasiga uchrab 1987-yilga yaqin, ya'ni Mixail Bulgakov vafotidan keyin nashr qilingan. Xo'p, bu asarga keladigan bo'lsak, bundagi voqelikni aytib o'taman. Bizni olimimiz, ya'ni xo'p, olim bu asarda itni gipofizini o'zgartirib, ko'chadagi bir daydi itni, birinchi daydi tildan boshlanadi, ya'ni juda junlari to'kilib ketgan, sovqotgan, ochnahor, o'lim darajasiga kelib qolgan, tumshug'i kuygan, ya'ni bir oshpaz suvda ko'rgan bo'ladi qaynoq, tumshug'i kuygan itni o'lim darajasiga kelib qolganda olim o'zi bilan olib ketishi, unga kolbasa, go'sht, boshqa berib uni ancha vaqt semirtirishi, semirtirgandan keyin aynan bir yangi vafot etgan insonni gipofizini, demak itni miyasiga joylashishi. Itni miyasiga joylagandan keyin it o'zidan oradan ancha muddat o'tib odamga aylana boshlaydi. Odamga aylanadi. Odamga aylangandan keyin itga gapirishni o'rgatadi. Itga jamiyat, atrof, muhit, odamlar bilan ma'lumotlarni muloqot qilishni o'rgatadi. Ammo it baribir miya o'zgargani bilan, ko'rinish o'zgargani bilan, ammo yurak itniki bo'lib qolib ketgandan keyin uni foydasi bo'lmas ekan. Uni atrofidagi o'sha domkomlari, atrofdagi tekshiruvchilari kelib har xil muloqot qilib uni yomon darajaga olib kelib qo'yishi, unga, ya'ni jamiyatni ta'siri doktorni o'rgatayotgan va berayotgan ta'limidan ko'ra ko'proq bo'lib ketadi. Atrofdagi jamiyatni bema'ni ta'sirlari, ba'zi narsalar kurakda turmaydigan darajada bo'ladi. Ya'ni sal kattaroq, ko'proq xonali uy bo'lsa, mana bu xonangizda ikkitasini ajratib qo'yasiz, biz bu yerga kvartirani joylaymiz, boshqa degan gaplari, doktor qarshi chiqishi. Va yana bir narsa, xarakterda ham o'zgarish bo'lmas ekan odamda. U it odamga aylangan, lekin xuddi itlar o'zi tabiiy mushukni yoqtirmaydi. Bu odamga aylansa ham mushukni yoqtirmasdi. Shuning uchun shaharlarda mushuklarni ushlaydigan va yo'qotadigan korxonaga ishga kirib oladi. Ammo ichidagi xarakterlar shu darajada bo'ladiki, uni itligini bildirib boraveradi. Shuni oqibatida olim uni baribir itdan inson chiqmas ekan deb uni qaytarib, bir kechani o'zidayoq yana qaytarib operatsiya qilib it holiga keltiradi. Endi buni mazmun mohiyatiga kelamizmi, gaplashamizmi? Mazmun mohiyatiga keladigan bo'lsak, ba'zi odamlar bo'ladiki, uni ming muomalasini o'zgartirasizmi, yuz tuzilishini o'zgartirasizmi, masalan, ko'rinishini, jamiyatdagi o'rnini o'zgartirasizmi, baribir ichidan odamlarga g'ayirligi bo'laveradi. Masalan, g'iybatchi odamni ming masalan to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'lsangiz ham baribir g'iybat qiladi. Yomon, ya'ni odamlarni yomon ko'radigan, masalan, birovga hasad keladigan odamlar bo'ladi, yoqtirmaydi. Bu ham xuddi o'shanda edi. Nega deydi, bular mendan ko'ra yaxshiroq bo'lish kerak. Nega men bilan to'g'ri muomala qilmaslik kerak? Men bu yo'g'iga odamman, menga rasman nom bering degan nimalar bo'ladi. Ya'ni Poligrafovich o'ziga ism ham qo'yib oladi. Shuni orqasidan jamiyatda o'zi hali yangi, hali hech narsani bilmaydi jamiyat haqida, ammo jamiyatdan o'rin olish uchun zo'rlik bilan talab qila boshlaydi. Eng yomon odati o'sha bo'ladi u yerda. Yomon odamni ming yaxshi qilishga harakat qil, baribir yomonligicha qolaveradi degan ma'noni bildiradi.
Buni ya'ni ishonch telefoni asari bor bizda Hardin Sultonovda. O'shanda bir gap bor. Ya'ni bo'lmaydiganga bo'lishma degan gap bor. Xuddi shunday bu olimimiz ham bo'lmaydiganga bo'lishmaslik kerakligini tushunadi. Ya'ni it baribir odam bo'la olmasligi, qalbidan, yuragida itligicha qolib ketaverishini tushunib yetadi va xatosini vaqtida tuzatadi. Xuddi shunday bizlar ham yomon odamlarning yoniga kelib qoldikmi, u masalan g'ayr, hasadgo'y, boshqami, unga aql o'rgatmang. Baribir ular o'zini gapini haq deb turib oladi. Unaqalardan sal uzoqroq turish ma'qul degan mazmunni bildiradi bu asar. Men ham shuni taklif qilaman sizlarga. Yana bitta narsa o'sha it yurak deb nomlanishi, ya'ni inson agar o'zgarishi kerak bo'lsa, uni tashqaridan ming urinish bilan o'zgartirib bo'lmaydi. Uni o'zgartirish uchun avval uni yuragini, qalbini o'zgartirish kerak. Qalbini o'zgartirish uchun esa inson o'zi boshlashi kerak, o'zgarishga ichidan qaror qilish kerak. O'zida intilish bo'lish kerak. O'zgaraman degan intilish bo'lsa, o'zgaradi. Masalan, bitta misol qilib aytadigan bo'lsam, 5-sinfgacha mendan ikkichi odam bo'lmagan. Maktablarga borishni yoqtirmasdim. Yo'llarda nima ko'lmaklar bo'ladigan bo'lsa, atayin oyog'im tiqib olib, oyog'im suvga tushib ketdi, bormayman maktabga deb qochib ketgan vaqtlarim bo'lgan uyga. 5-sinfda bir klasskom qizimiz musobaqa matematik fandan musobaqa bo'lganda bitta o'quvchi yetishmadi. O'sha vaqtda siz qo'shiling, biz yordam beramiz o'zimiz deb meni qo'llab-quvvatlagan vaqtda qo'shilganman. O'sha musobaqada yutganmiz. O'shandan keyin menda boshqa musobaqalarga qo'shmayotgan vaqtda ichimda his bo'lganki, meni bulardan nima kam joyim bor? Nega bular qatnashadi-yu, men qatnashmayman. Men ham darslarimni o'z vaqtida qilsam, o'z vaqtida maktabga borsam, demak meni ham haqqim bo'ladi. Demak o'zgarishim kerak. A'lo bahoga o'qisam qo'shishadi meni musobaqaga deb ayni o'sha kundan va'da berib o'zimga, undan u yog'iga doimiy musobaqalarda qatnashib kelganman, o'qishlarim o'zgartirganman va hozirda mana oddiy maktab emas, tuman emas, viloyat emas, respublika chempionatlarida ham qatnashyapman musobaqalarda. Shunday. Demak, inson qalbidan o'zgaradi. Shunday qalbidan o'zgarishni his qilsa o'zgaradi.